Akalar, avariyli holatdagi Malibu XL avtomobilni sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin, mashinamiz avariyli holatda. Oldi mordasi bilan bordyurga urilgan va o'ng tomonga yon boshlagan. Ko'rishinglar mumkin, oldi laboy singan, laboy stolkalar qiyshagan va tomga valna berib o'rgan. Asosiy udari oldi mordasida ikkita krilo, kapot, fara, bamper, lonjeronlarga udar bo'lgan. Oldi kapotlari ham pachoq bo'lib yotibdi. Motori butun, korobkani kirishkasi singan. Bu tomon oldi krilosida ham udari bor, oldi eshigi but-butun qolgan. Salon holatlarini ko'ramiz. Salonda airbaglari otgan, lekin mashina juda ham chiroyli mashina ekan. Orqa eshigi ham tirnalgan va karniziga ham udar bo'lgan. Orqa krilochasida ham kichkinagina udari bor. Bu yonlari juda ham chiroyli turibdi. Bu mashinamiz yili 2023-yil 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan Malibu XL avtomobilini mana shu holatda sotib olganmiz. Xullas akalar, butun O'zbekiston bo'ylab, vodiy voha bo'ylab shunaqa pachoq mashinalar sotib olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda avariyli mashinalarni butun O'zbekiston bo'ylab borib olib ketamiz. Malibu XL'imizga o'zingizlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Qanaqa urilgan akalar? Xullas akalar, bemalol murojaat qilasizlar, charchamanglar.